Akajon kamchilik yo'qmi? Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shampurmi bu? Ha. Qarang, 4 ta olot so'msa, 3 ta kuskovoy shashlik zakaz qilmoqchi edim. Bo'ldi. Ismingiz nima? Bobur. Bobur, kutaman, tezlashtiring, xo'p? Xo'p bo'ladi. Jonbek. Alo. Alo, Boburchik, zakaz keldi, rahmat sizga. Yaxshi. Necha yilsiz, Bobur? 92. Voy, mendan katta ekansiz. Qarang, Bobur aka, karta aytvorsangiz, pulini to'lab berardim. Yo'q, pul shart emas. Mendan sizga sovg'a bo'ldi. Yo'q, xijolat qilmang, Bobur. Yo'q, hech xijolatchiligi yo'q. Telefon qilib turing, xo'pmi? Rahmat. Bo'pti. Alo? Alo, Bobur aka, shampurdamisiz? Yo'q, uyimga ketayotgandim. Voy, qayting. Nimaga? 10 ta shashlik zakaz qilmoqchi edim. Uyimda hech kim yo'q-da. Qarang, kakaz bizda aksiya ketayotgandi. 10 ta shashlik, keyin 1,5 litrlik kola yoki Pepsini 185 mingga olsangiz bo'ladi. Voy, buncha zo'r. Lekin bu safar pulni beraman. Yo'q. Pulish shart emas, to'g'risi. Menga ovoz yoqib qoldi. Beray. Yo'q, bermang. Qarang, lekin berma deb yurmangki. Yo'q, hech qachon unday demayman. Ana shunday o'zi aylanib pishadi aka. Alo? Alo, Boburchi. Xo'p, Shampurda ban ketgan joy bor-a? bor. O'rtoqlar bilan bormoqchi edim. Kakaz ko'raman ekanda bugun sizni. Nasıl? Bo'ldi, keling. Bugun seni kuning sevgilim. Akalar, men bor uzr. Bu joy zaynitida. Menga boshqa odam telefon qilib zaynitib qo'ygandi. Kim zaynit qilgan? Mana shu gulning egasi. Qalbimning qo'ri. Voy, Bobur, men telefon qilgandim sizga. Men zaynit qilganman bu yoqda. Ovozimga e'tibor qilmang, mutassida o'tolmaganman-da. Ovozingni bahor qil. To'la shashlikni pulini. Hammasini to'la. Bobur, sizda kutmaganda shu yaxshi ishmi endi? Yo'q.